To'g'ri aka, assalomu alaykum. Mana umumiy World Boxing Tashkiloti Kubogi, ya'ni Jahon Kubogi bahslari yakunlandi. Umumiy shu 4 bosqich bo'yicha fikrlaringiz bilan bo'lsangiz. Bu 4 bosqichda biz uchun juda muvaffaqiyatli yakunlandi. Chunki har bir jangda, har bir shu etapida, har bir jarayonda biz har doim birinchi o'rinni oldik. Mana shu bitta Qozog'istonda bo'lgan musobaqani aytmasak, birinchi o'rinda nimalarimiz yigit bokschilarimiz, erkak bokschilarimiz birinchi o'rinni olib kelishdi. Qiz bokschilarimiz ham shu o'rinlar orasida yaxshi rezultatlar bilan keldi. Biz uchun juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu nima uchun aytaman? Biz etap mana shu 4 ta etap bo'lingan musobaqada o'sha Jahon Kubogini bolalarimizni, mana shu yosh bolalarimizni aylantirib, o'sha ularni aylantirishga, ularni mana shu tajriba olishga biz возможность berdik ular uchun. Nima berdik? Imkoniyat. O'shanga imkoniyat berdik va bundan biz katta yutuq oldik. Yutuq bu ham tajriba ham oldi. Bolalarimiz ham darajasi ham rezultat ko'rsatdi, yaxshi natijalar ko'rsatdi. Chunki mana fakt qoladi-da. Mana shu yosh hech kim o'ylamagan bolalar ham mana shu yosh bo'lishiga qaramasdan borib chempion bo'lib kelishdi. Mana oxirgi etapda ham. Bundan oldin ham shu Braziliyaga olib borganimizda ham shunday bo'lgan. Polshada 6 ta oltin oldik. Endi nima demoqchiman? Juda yil juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Mana shu aylantirgan mana shu yoshlarimiz tajriba uchun kelajakda mana shu Osiyo o'yinlari, olimpiadalarda o'zining so'zini aytadi. Bu обязательно o'zining so'zini aytadi va mana shu bizning asosiy bolalarimizga bu raqobat bo'lib boradi. Biz bu mana shunday raqobatni to'ldirishimiz shart edi va buni uddasidan chiqdik. Hozir mana o'sha bolalarimiz ham ulardan hech qolishadigan joyi yo'q. Ularga raqobat olib borib, raqobatda o'sish bo'ladi. Biz o'zimizni nimamizga, maqsadimizga, mana shu o'ylagan maqsadimizga yetdik. Hindistonda bo'lib o'tgan so'nggi bosqichni kutib oldik bokschilarimizni. Ayni damda umumiy o'sha Hindistondagi musobaqa haqida nima deysiz? Hindistondagi musobaqa haqida aytadigan bo'lsam, mana bolalarimiz, ko'rdilaringiz, qizlarimiz, bolalarimiz hammasi shu yoshlarni jo'natgandik. Ko'p kishiga taniqli emas bolalarni, lekin shunga qaramasdan yigitlarimiz 6 ta finaldan 4 ta oltin medal oldi. Bu bunday qaraganda 10 ta vesoy kategoriya bo'lsa, undan 4 tasi oltin. Bizda 9 kishi borilgan. 9 tadan 4 ta oltin. Bu degani pashta 50% oltinni biz olib keldik. Qizlarimiz ham shu ancha yosh qizlar borishiga qaramasdan ular ham finallarga chiqib o'zini yaxshi ko'rsatdi. Endi Hind bokschilari ham hozir juda oldinda, ayniqsa qizlarni aytadigan bo'lsak, shuning uchun qizlar bilan bu yoshlarimiz konkurensiya ko'rsatishi hindlar bilan bu juda katta muvaffaqiyat. Bolalari ham ancha ularni o'sib kelyapti. Xudoga shukr, biz lekin ularga hech bu imkoniyat bermayapmiz. Biz o'zimizni shu darajamizni ushlab tursak, biz imkoniyat bermaymiz. Xudo xolasa bundan keyin ham yaxshi natijalar ko'rsatamiz. Rahmat aka.